Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərqiy Türkistan Awazining kündilik xəbərlər proqramısını görüşünüzlə qarşı alırıq. Xəbərlərimizi yaxtırıb görüşünüzlə ümid qılırıq. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asya Radyosu'nun 15. fevral xəbər qilishçə, Türkiyə İçki İşlar Ministri Süleyman Soylu 15. fevral İçki İşlar Ministerliğinin organ torida bayonot e'lon qilib, Türkiyədəki Uyghurlarni ogohlantirgan. Onun ta'kidlashicha, Uyg'urlar okeanning o tarafida planlangan xalqaro to'qinish sababi qilinmoqchi bo'lgan ular chekayotgan iztirob zulmlarni xalqaro sistemasining suiistemal qilishidan ogohlantirgan. Bu Turkiya hukumatining kabinет darajalik amaldorining tunji qatim Xitoy lagerlaridagi Uyg'ur qurbonlarining Turkiyadagi oila a'zolarining oilam qani harakatiga inkos qaytirishi bo'lgan. O'tgan yil dekabr oyida boshlangan lager qurbonlari yaqinlari tarafidan Istanbulda navbatda turish faoliyati Turkiya jamiyati va xalqaroning hissdoshligini qo'zg'agan. Biroq Turkiya soqchilarining bu oila a'zolariga tutgan muomalasi chet ellik Uyg'urlarning va Turkiyadagi o'kitish partiyalarining noroziligiga uchragan. Hukumat Xitoy lagerlaridagi Uyg'ur turk kirajdonlariga ko'z yumish bilan ayblangan. Süleyman Soylu Uyg'urlarning Turkiyada hur, erkin yashayotganligi, ularga mangulik turish ruxsati, kirajdonlik qabul qilish, ko'chmanlar idorasidagi ishlarda alohida imtiyoz bilan muomala qilinayotganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlarning nima uchun Xitoy konsulxonasiga iltimos sunishiga ruxsat qilmaydiganligini, nima uchun Uyg'ur lager qurbonlarining oila a'zolarini nazarbat qilganligiga tushuncha bermagan. U faqat Turkiyaning ota-onasiz qolgan farzandlarga ega bo'lish, ularning ta'lim-tarbiya masalalarini hal qilish qatorliq ishlarda yordam qilayotganligini bildirib, bu ishlarda qo'limizning ko'ksimizda bo'lishi millatimizning esilligi, qarindoshligimizning natijasidir degan. O bayonotida kishilarni ogohlantirib, diqqatimiz Uyg'ur turk qarindoshlarimizning okeanning o tarafida planlangan xalqaro to'qinish sababi qilinmoqchi bo'lishiga qarata diqqatli bo'lishdir. Diqqatimiz chekayotgan iztirob va zulmlarni xalqaro sistémining suiistemal qilishiga qarshi diqqatli bo'lishdir degan. Biroq u okeanning o tarafidagilarning kim ekanligini tilg'amagan. Baş shtabi Londondagi banka va moliya iqtisod guruhining Saray digital savdo munbiri kiyim-kechak sanoatidagi paxta va boshqa xom materiallarning kelish manbasini nazorat qilishning bir chorasini o'tirib qo'ygan. Janubiy Xitoy sar pochtasining xabar qilishicha, Sherqiy Türkistan ishlab chiqarilgan paxta mahsuloti Amerikaning chekilishiga uchraganligi uchun xom ashyo manbasini isqoqlab aniqlashning bu xil yangi chorasini o'tirib qo'ygan. Amerika hukumati o'tgan yili Xitoyning Uyg'ur majburiy emgaki sababli Sherqiy Türkistonda ishlab chiqarilgan paxta, pomidor, qo'rin-palay, sun'iy chash qatorliq tovar mahsulotlarini kirgizishni birdek cheklagan. Janubiy Xitoy sar pochtasining bildirishicha, yangi hal qilish chorasida mol bilan ta'minlovchi o'zlarining xom ashyoni qanday ishlab chiqarganligidan tortib, mahsulot pishiqlab ishlash va eksport qilishchi bo'lgan har bir bosqichni digital savdo munbirining sonliq ma'lumot omboriga kirgizadi ekan. Saray digital supasining ijroiya direktori Vivek Ramachandran bu supaning butkul ta'minot zanjiriga aniqlik va ochiq bo'lganligini, har bir bosqichdagi sonliq ma'lumotni mustahkamlaydiganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, bu chora Amerika qonun ma'qullab, Sherqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk millatlarining kishilik huquqining dafsanda qilinishiga qarshi turayotgan mezgilda, mol sotib oluvchi va sotquvchining paxta va boshqa materiallarning kelish manbasini isbotlashiga yordam berdiganligini, Xitoyning dunyodagi eng chong paxta ishlab chiqaruvchi davlat ekanligi, uning 85% paxtasining Sherqiy Turkistonda ishlab chiqarilganligi, Amerikaning 2019-yili Xitoydan 50 milliard dollarlik to'qimachilik mahsulot import qilganligi bildirilgan. Bir necha kun ilgari dora va davolash uskunalari qonuniga tuzatish kirgizish loyihasi Angliya parlamentiga sunilgan bo'lib, Avom palatasi tomonidan ma'qullangandan keyin rasmiy holda Angliyaning qonuniga aylandi ekan. Bu Angliya hukumatining 2019-yildagi Xitoy sotining Xitoy kompartiyasini nishon qilgan oxirgi hukmiga bergan tunji qonun chiqarish inkosi ekan. 11 fevral kuni Angliya dora va davolash uskunalari qonuni tuzatish kirgizish loyihasi rasmiy qonun bo'lgan. Mazkur tuzatish kirgizish loyihasi Angliya davolash apparatlari va praktikantlarni maqsadsiz holda organik yig'ilish faoliyatiga qatnashishdan qo'g'dashni maqsad qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy kompartiyasining vijdon mahbuslaridan a'zolarini majburiy yig'ilish jinoyatiga qarshi turib, majburiy yig'ilish mumkin bo'lgan chet eldan import qilingan odam to'qilmalari, a'zolari va hujaylarining Angliya tibbiy jamiyatiga kirmasligiga kafolatlik qilish, Angliyaning inson to'qilmalari qonunidagi kamchiliklarni to'liqlaydiganligini, hozirgi Angliya insonlar tashkiloti qonuniy import qilingan odam to'qilmalarini muvofiq tekshirish va tasdiqlashni talab qilmaydiganligini, bu tuzatish kirgizish loyihasining Angliyaning bu xil jinoyatlarning sheriki bo'lib qolishining oldini ola oladiganligini va boshqa davlatlarga muhim uchurlarni yetkazoladiganligini bayon qilib, butun dunyoda Xitoy kompartiyasining vijdon mahbuslarining a'zolarini majburiy yig'ib olganligini bargan sir tunib yetganligini, lagerlarda tutib turilayotgan necha millionlagan Uyg'ur va diniy guruhlarni o'z ichiga olganligini, bunday zamonaviy qulluq ta'minlash zanjirining Angliyaga kirganligini, o'zlarining sherik bo'layotganligini o'ttirib qo'ygan.
2019 yılı 17 iyun günü Xitay soti Londonda axırki hükümü ilan qilib, Xitay Kompartiyasining insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini, qotillik va irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olganligini, Xitay Kompartiyasining majburiy a'zo yig'ishi Xitoyda uzun yildan buyon keng ko'lamda elib berilayotganligini, Uyg'ur va Falun Gong murtlarining organlari azaldan organ ta'minlashning asosli manbalarining biri ekanligini aniq o'tirib qo'ygan bo'lib, Angliya radiosi BBC, Angliya qo'g'dug'uchi gazeti va Fransiya xalqaro radiosi qatorliq asosli iqlimdagi taratqular naq maydondan xabar bergan. Ayxan ana 1888 yılı G'oljida tug'ilgan. O'qish yoshiga yetganda diniy va fanniy maktablarda o'qib savodini chiqargan. Ayxan ana 1933 yillari dadisi va yo'ldoshidan qolgan miros ta'alluqotlarini sarf qilib, G'oljining Qozonchi mahallasida maxsus yetim bolalar uchun o'zi o'ltiradigan uyni qo'shib, jami 16 egizlik bir maktab soldirgan. Bu maktab G'olji xayriyat maktabi deb atalgan. Lekin keng jamoat bu maktabni Ayxan maktabi deb atashga odatlangan. Ayxan maktabi bora-bora gullanib, o'quvchilar soni 300 ga yetgan. Bolalarning butun ta'minoti Ayxan ana tarafidan o'z ustiga olingan. O'quvchi bolalarga bir xil oq ko'nglik, chorisiga oq kesh tutilgan ko'k shim kiygiziladi. O'quvchilar ko'chaga chiqqanda kishilar bir qarabla, ana Ayxan ananing bolalari deb suyunib so'zlab ketadi. Yetimlarning onasi deb nom olgan Meripetperwer Ayxan ananing ijtimoiy ta'siri G'olji shahrida nihoyat kuchli bo'lgan. Shu chaqlarda Yili daryosi gazeti Ayxan va Ayxan maktabi to'g'risida nurg'un she'r maqola e'lon qilgan. Shoir Emirxon G'ojining bir she'rida mundaq misralar yozilgan. Ko'nglida nafsoniyatni o'zidan judo qilgan xenim. Maktabi xayriyat uchun qon pido qilgan xenim. Meripetperwer Ayxan ana ta'sis qilgan xayriyat maktabi hozirgacha 80 yildan ortiq tarixga ega. Bu maktab necha minglagan o'g'il qiz avlodlarni yetishtirgan. Marhum Ayxan ana shu davrda hokimiyat turmisiga tushib, eg'ir azob ichida kasal bo'lib olamdan o'tgan bo'lsa-mu, lekin tumanligan avlodlar qalbida mangu yashnaydi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.